Leksiyemizi devamlaştırmıyoruz, hürmetli vatandaşım. Reis Xi Jinping Amerika'ya ziyaret kelişten burun Şinjan'da vaka sadır oldu. Can Çünşen yukarı derecelikle yığını katmış almadı mavzulu haber. 9. ayın 26. günü Venvi torbiti ilan kılın. Büyük İra torbiti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. 9. ayın 23. günü Cumhuriyet Kompartiya Siyasi Bürosu Azası Yu Jinshin qatarlıqla Beijing'de Şinjan'a yardım beriş hizmet yığınıga qatnaşdı. Cumhuriyet'de alaqadar matbuatla yığın qatnaşqanlarının tizimlikini ilan qılğan tizimlikçide Jiang Qunshan'ın ismi yok idi. Reis Xi Jinping Amerika'nı ziyaret qilishning harpisi 9. ayının 18. günü Şinjan'da hücum qilish vaqasi yüz berib 46 nafar kishi o'lgan. Bir neçe nafar kishi yardar bo'lgan. Növbəti Cumhuriyet'de vaziyat sezgör, vaqt noktasida turibdi. Növbəti Cumhuriyet'de vaziyat sezgör, vaqt noktasida turibdi. Şinjan'da zo'ravonlik arqadan yüz bermekte. Jiang Qunshan'ın amaliy elib tashlandi degan xabarlarni arqadan tarqalmoqda. Jiang Qunshan Şinjan'a münasebetlik yuqori darajaliklar yig'ini qatnashmadi. Nima uchun qatnashmadi? Buyuk İra orbiti bunu bilmaydi. Dovi efendi siz bilishingiz mumkin. 9. ayın 23. günü Reis Xi Jinping Amerika ziyaretga minib 2. günü dikkat bizning tahlilimiz bu. 5. qatamliq Şinjan'a yordam berish xizmat yig'ini Beijing'de chaqirildi. Kompartiya matbuotlarının xabariga asoslanganda Cumhuriyet Kompartiya Siyasi Büro a'zosi, Memleketlik Siyasi Kengashning raisi Yu Jinshin, doimiy hay'at a'zosi, Davlat Mahkamasining muavin vaziri Zhang Gaoli yig'inga qatnashib nutq so'zladi. Yu Jinshin so'zlagan nutqida asosi qatlamda zo'ravonlikqa qarshi turish, maqomliq masalasini Şinjan'a yordam berish xizmatining doirasiga elib kirish kerak deb ko'rsatdi. Xabarda ko'rishsiz siyosiy büroning a'zosi, birlik saf boshlig'i Sun Chunlan, siyosiy kengashning muavin raisi Do Chinglin, Wang Jingwei qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Aloqador matbuotlarda Jiang Qunshanning ismi chiqmadi. Merkez Televiziya stansiyasining anglatish va ko'rsatish programmasidami Jiang Qunshanning sin chiroyi ko'rsatilmadi. Diqqat vatandoshim, 9. ayning 23. günü qaysi kun siz o tarafga bu tarafga burab yurmang, kimdir birisi undan bundaq degan gap yo'q. 9. ayning 23. günü Beijing'de yig'in ochilgan kun. Diqqat vatandoshim. 9. ayning 23. günü Angliya Savdo ministri Obsorun Urumchiga borgan kun. 9. ayning 23. günü Reis Xi Jinping Seattle'ga davlat ziyorati bilan Amerikaga kelgan kun va Seattle'ga tushgan kun. Shundaq vatandoshim nemishqa Reis Xi Jinping Amerikada ziyoratni boshlagan kuni Beijing'da Şinjan xizmat yig'inisi nima chaqirilgandi? Bu vaqt to'g'ri kelib qilishmi va yoki alayda bir o'rinlashtirish bormi? Siz buni bizga aytmaysiz. Lekin sizning harakatingizdan ko'rib turyapmiz, bilib turyapmiz. Masalan biz boshliqchimiz so'zildik, dalaylama yo'qsizlar. Kesal ko'rish uchun dal Xi Jinping, Reis Xi Jinping Amerikaga kelgan kuni Amerikada hozir bo'libdi. Onu anladınız vatandaşım. Endilikte 23. günü dal Xi Jinping Amerika'da ziyaretine başlayan günü Beijing'de Şinjan doğrusunda hizmet yığını, Şinjan yardım beriş doğru hizmet yığını çıktı. Hemden kızıkı, bana bir 2 gün oldu akşam televizyonda gördük, Şangan Sumru televiziyası haber kıldı. Yu Jinshin siyasi kengashning rahbari Yu Jinshin Şinjan hizmeti ve Tibet hizmetine mas'ul bo'lib kelayotgan Yu Jinshin tuyuqsiz 23. esa Beijing'de yığını ahırlaştırıp Qashqarda her bir rayonni ko'zdan kechiribdi. Nima ishlar bo'layotdi vatandoshim? Bu ishlar harakat bo'layotdi, biz bularni tahlil qilyapmiz. Tuyuqsizlar Qashqarga berib Janubiy Uyg'uristonda Xitoyning mustamlika armiyasini ko'zdan kechiribdi. Muqimlikni ta'kidlabdi, albatta shunday bo'ldi. Hozir jahonda nima ishlar yuz beryapti vatandoshim, siz bunga diqqat qiling.